Assalomu alaykum hammaga. Bu obzorimizda bizda Lovely Faberlic kompaniyasini shunaqa chiroyli highlighter и rumianasi bilan tanishtiraman. Shunaqa chiroyli idishida keladi. Buni hozir men ochib, raspakovka qilib ko'rsataman. Mana shunaqa upakovkada keladi. Mana shu yerdan ochiladi. Mana ochdik. Mana shunaqa nimasida aynechasi bo'ladi. Mana aynechasi mana plyonka qilingan bo'ladi. Mana plyonkasini olib tashlasa bemalol bo'ladi. Mana highlighter mana effekti. Hozir men qo'lda kistichkasiz mana ko'rsatyapman. Qo'limga qo'yib mana shunaqa ham chiroyli yuzda turadi. Voshi asal. Endi hozir bunaqa nimasini ko'rsataman, rumianasini. Rumianasi mana bunday qilib ochiladi. Shunaqa ham asal. Menga o'zimga juda ham yoqdi. Mana qaranglar qanaqa chiroyli. Hozir men nimada ko'rsatyapman. Hozir mana spishkasiz mana bunaqa yaltirab turadi. Effektga ega. Rumianasi ham shunaqa ham chiroyli, nejniy. Hali bir xilgina qizil. Yanoqlarga surkasa ham bir ham qizil bo'lib turadi-ku. Bu esa juda ham nejniy rozовый. Highlighter bilan juda ham chiroyli turadi. Tavsiya beraman. Juda ham zo'r. Faberlic kompaniyasini, Lovely nimasini, highlighter и rumianasini.